Andijon suv ta'minoti iqtidorli jamiyat axborot xizmati xodimlari Andijon shahridagi 65-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib, tarbiyalanuvchilar bilan suvdan oqilona va tejamkor foydalanish mavzusida suhbat o'tkazdilar. Uchrashuv davomida bolajonlarga ichimlik suvining inson hayotidagi ahamiyati, uni isrof qilmaslik, kranlarni ochiq qoldirmaslik hamda kundalik turmushda suvni tejab ishlatish bo'yicha oddiy va tushunarli tavsiyalar berildi. Ayni paytda mazkur maktabgacha ta'lim tashkilotida 360 nafar bola 14 ta guruhda ta'lim tarbiya olmoqda. Ularga 14 nafar tarbiyachi mashg'ulotlar olib borayotgan bo'lib, muassasada jami 60 nafar xodim mehnat qiladi. Andijon shahridagi 65-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga bugun viloyat suv ta'minoti xodimlari tashrif buyurdi. Bu xodimlar bizni bolalar bilan suvni tejash, suv hozirda juda dolzarb muammo bo'lganligi sababli bolalikdanoq suvni tejashni bolalarga o'rgatish maqsadida ochiq mashg'ulotlar tashkil etildi. Bu mashg'ulotlarda bolalarimiz o'zlari uchun kerakli, qiziqarli narsalarni suv ta'minoti xodimlari bilan birgalikda tushunib olishdi. Suv ta'minoti xodimlaridan o'ziga kerakli ma'lumotlarni qabul qilishib oldi. Ma'lumotlarni bizga yetkazib bergan suv ta'minoti xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bolalarga yoshligidanoq tabiiy resurslarni asrash, ayniqsa ichimlik suvini qadrlash va tejab ishlatish odatini shakllantirish muhim. Bugungi suhbatda tarbiyalanuvchilar suvni nima uchun tejash kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirishdi. Ularning qiziqishi va faolligi bizda yaxshi taassurot qoldirdi.